Bu öy dostum İdişan'ın firdazi gibi tohtun ataydı. Bununla. Hey Tohtek! Tohtek! Çıkamakka! Hey Tohtek! 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 Bununla. Çıkar yakka! Sana bakıyorum! Hey, baldı. Ölü bemzin bu yana. Bu iş yo'qol bu ma'ldin. O'zingchi bizni sana qiz berdi deb o'ylamsan? Sen kim? Ha? Va biz kim? Sotdik. Hey, nereden kelgan bo'lsang, xotinni shu yerdan ol. Keting to'xta. Yiroqlarga keting. Akalarimning payli yomon turadi. Ular sizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Hech bo'lmagan bir ish qo'y bo'lsin, ko'zdan yiroq yerga keting. Gülşen. Ben sizni tashlab ishga ketmayman. Bizning nafratlashga to'xta. Kelsak birga ketaylik. Bo'lmasa, ular sizni boshqa birsiga zo'rlab beraydi, Gulshan. Yo'q. Men qo'rqaman. Mayliga. Umr bo'yi qaytib kelmandim. Aqllarimning urug'liqlarimning yuziga qanday qarayman. Gülşen. Bizga bundan boshqa yo'l yo'q. Ben size ulaşmayayım. Eğer gibimi kırmışsanız
Aşkımız ömürlük pişaymanda kalamiz. Gülşen. Gülşen. Ben sizni yaxşı görürüm. Gülşen. Köpçilik To'xtaga kelgan hojaga ichindi. To'xtaga do'stim Gulshanning 3 akasi nimancha ishli qiladi ha? To'xti bu mahallada paydo bo'lganda 15-16 yoshlardagi bola edi. U bizning yezimizni kesib o'tib, turmush alakchiligida nalarga mangan edi. Barg'inlik, ochliq, charchash uni amalsiz holda bizning mahallada turib qilishga majbur qildi. Nemancha miskin o'ltirib ketding o'g'lim. Nereden geldin? Tağının o tarafıda. Tağının o tarafıdan demse. Bildim. Bu gepçi bu yurtqa musafir kelsen de. Bu yurtda urug' tuqqanlaring yo'q o'xshamadi. Bo'pti. Unda bo'lsa yura balam. Biznikiga berib bir piyola choy ichgin. Qo'pa. Qo'pa balam, qo'pa. Hey. Qo'pa, qo'pa. Mana, mana. To'xtani ko'chadan chaqirib akirib, tunji qatim issiq choy bergan kishi atrofning mahlusiga qaraydigan ma'rif bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan bo'y, bu xulqi yumshoq, oyoqi ittik, chiroyi illiq To'xtaga amroq bo'lib qoldi.
Merhaba da. Akilan. Nalay. Oldu, biz hem apırıtma bana. Bo'ldi akilan, nalay. Mahallimizda To'xti ismli to'limi kelishgan bir yigitning paydo bo'lib qolganligini do'stim Gulshanga tunji qitim men deb bergan edi. Hay Gulshan, mahalliga To'xti deydigan bir yigit paydo bo'lib qopti. Sen uni uchirtib baqdingmi? Yo'q, uchratmadim. To'xti mahallimizdagi ba'zi yigitlarga qaraganda bek ishchan ham kelishgan yigitdek qiladi. Chiroyi bir qarmoq qilsang o'xshab ketadigandek qiladi javob. Nima deydigansa? Uchirtib qolganda diqqat qilib baqqana, uning chiroyi rostmi san o'xshaydi ekan. Qara, sening shaytonligingni. Hozirli berib ko'rib baqim kelyapti-da. To'la chaqchaqtamag'ina. Qarab baqim. Mərubqa, əcəb obdan oğuldan birini tepi opsun, ha? Ha? To'xtin demse. Qaramakqa mı, To'xti işcan, tirişcan balıda görünüdü cümü. Şu. Ay. Mərib dağa, Hoş. Sayımkam To'xtini bizga yordamlashib, olmalarni Sevatga qochilishib bersin deydi. Ha? Bo'pti, bason. Ay, to'xtaxon balam. Ha? Meke. Qo'lingdagi ishni qo'yib, ha? Mas singling bilan baqqa berib, olmani qochilish berib kel. Mang. Ha, maqul. Ha, bag'in balam, bag'in. Olmalar bek o'xshaydi. Qachilaylik. Mashkurachi uzib bo'lsaq bo'ladi. Uzib bo'lmaydi. Tegaydi. Naqd bo'laylik. Ha, mayaqqa, mana qachilar. Akush bo'ldiga deyman. Mashina qachilaylik. Hey. Reyhan naqshni yaxshi aytdi-jimi? Yaxshi aytdi. Qachilar adashdi. To'xti kelyapti. Qani? Rost kelyapti. Kelishgan yigitgina. Al qizning endiki olmalarni bu yoqqa kelishib bering. Bering o'zi. Mana. Yangrıson, yüreğimden akşam yangrıson. Angrıson, bu akşam ne cihan angrıson. Bağlısın, yüreklerini kınıp yürekke. Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın. Sana bulgan sabah bir megelik bilim. Sevgimizin sokağına olmasa ayrısın. Qanday sana o'xshamdikan? Hayat lezzeti muhabbetin alemide senle yayırsın. Hay, uni çok qara. Sayımkam yordamlashib bersin dedi deb yolg'onga chaqirib keldim. Yangrıson, yüreğimden akşam yangrıson. Oy, nima bo'ldi? Qo'lingiz qanab ketdi-ku. Eshik yo'q. Oy, bu Bo'ldi, eshik yo'q. Bağlısın,
ishqisi yo'q bo'ldi. Hey, Gülşen. Qo'lingni bormi? Chaqama. Bo'ldi, chaqama. Qo'li qanab ketdi. Bo'ldi. Tengib qo'yaylik. Kichikini ye. Yo'q, bo'lmaydi, tengib qo'yaylik. Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Bunda qilgan, ko'rib boqay. Yomon bo'pti. Aşklarga hayat lezzeti muhabbetin alemide elle yayırsın muhabbetin alemide elle yayırsın muhabbetin alemide elle yayırsın Kunlarning o'tishi bilan To'xti mahalladagilarga turmush o'tgan. Uni kim ishga buyursa, yo'q demaydi. Telkinin davanidin karvan tahtımaz öttü. Baba, Karvan şuna geldi. tahtımaz öttü. Bo'ldi. Bundan apırıp çay içkin. Bo'ldi, jon opa. Bo'ldi, opa. İlahın yığılğan Hemen otur, Billeyney haleylin ayey Süleyman yığılıma ayetti İlahın yığılğan Billeyney haleylin ayey Süleyman yığılıma ayetti Süleyman yığılıma ayetti Mana bir chaqlarda mening bola chaqam, uy makonim bo'ladigan. Bir qatimliq qiyon optida bola chaqam, uy makonimdan ayrilib qoldim. Oxirida taqdir men qerini tikandek yolg'iz qo'ydi. Necha yildan buyon mushu dudda menga hamroh bo'lib kelyapti. Buningami shukr. Hey, bo'ldi. Inga kulab o'tirayverma. Bir kulib etgina. Mana mundaq. Baxting oldingda. Ketmaydigan bo'lib qoldik. To'yinglarni qachon qilishdilar? Qarash seni aytayotgan gapingni. Ota-onamiz qo'shilsa qilamiz, bo'lmasa qachimiz shu. Qachon qochadigan bo'lyapsizlar? Ha? O meni o'rib olganda, boradigan joyini tep olganda andan qachimiz. Qollarga ketamizlar-ya. Tezroq qilaylik. Hey Reşide, nimacha oldiraysan? Seni tezroq opirib yetib kelmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa bizning yigit.
Gülşen. Ha? Hey Gülşen. Ha mana. Tez bol. Bola adaş. Suğu barayla yürü. Hazırlı baram da? Hazır barımı satırıp durun. Yak tez bol. Hazırla. Hazırlama. Tez bol ha? Makul. Tez bol ha Gülşen. Gülşen. Sen berip durgan. Mening azroq ishim bor. Kayningdilla barman. Ha? Hay. Siz ötüveling. Şu arada kişiler oynamagan işler yüz berip kaldı. Atratning ot uloq va yerlari a'zolarga ko'tirib berildi. Arandır haruragini kömendigan deyman. Savur burun, sana ma to'g'riga tegdi. Ammayma bu eski chaqingni. Ne gapasan apa? Ola buni. Bu aka bu bagandiki azalman da. Ağilla, muş to'xtig'imi biranimi beramiz? To'xtig'i nima deb birinin bagidakmiz? To'xtiya bu atratning a'zosi. Shu emasmi? To'g'ri. To'xti bu atratning a'zosi emas. Uning ustiga bu yerning nopis deb turdimi? Yo'q. Shuni berishga bo'lmaydi. Shundoq bo'lsa-mi? Ma'rufkam rahmatlik mushu maxo'ga 20 necha yil qaridi. To'xtini o'zining bolasidek yaxshi ko'ratdi. 2 yildan buyon yezidagi hamma kishi uni ushshaq-tushak ishlariga soldi. Bovayning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mi, uningga avo kona o'kiz arusini berayli. Bo'ptilar. To'xtimi mahallimizning o'z bolasidek bo'lib qoldi. Uningimi bir tirikchilik kerakda. Chet batiqo batiqda. Ay atramdini ana. To'xti! Ey, to'xti! Qanasa? Ha? Hey, u yerda kashkichon yiqib turavermang. Men harvoning qishig'i bor.
Aptap izi qo'yotandi nima ufka? Yaxshimsiz Qadir aka. Yurting esing kelib qoldimi ya? Xiyol aka, xiyol. Yosh turib, sana nima xiyol? Sizlarga ko'traga yeringdan terasizlar. Men bu quruq qari bilan nima ishmi qilaman? Rost deysa, buning öküzini menga taqsim qilib, orasini sana berginin demamsan. Mundaq qilayli ufka. Ya sen bana arvağını be, ya men sana öküzni ötüney. Qandaq dedi? Undaqmi qilmayli Qadir aka. Senmi o'g'irlig'i? To'rt o'shiq tepib kelib, dattikamni deyishmaylim bo'lmasa. Undaqmi qilmayli. Biz qandaq qilamiz? Bu öküz arusini o'ylangizda bekayotgan eshak arusiga tegishsak qandaq deysiz? Tegishsak? Bo'ldi, sep qo'ying. Asam qanday bo'ladi? Voy, yo'q, ilang. Bo'ldi, Ilang, ha. Sep qo'ying. Ay, bo'ldi. Voy, sep qo'ying. Qanday bo'ladi? Ilang. Bo'ldi. Ilang, undaq qilmang, ilang. Bo'ldi deyman. Ilang. Mana. zamonlardan tortib hech kim shaharga sutda kirib setib boqmagan edi. Bo'libmi erlar bundaq ishni texmi qilmaydi. Dastlabda to'xti har kuni uyma-uy kirib sut yig'di. Keyin mahalladagilar sutlarini o'zi akirib beradigan bo'ldi. To'xti Gulshanning buloqqa suv og'ili keladigan vaqtini nihoyat aniq biladi. Shunga u fursat topsala buloq bo'yiga berib Gulshanni bir ko'rib olishga, uningga o'z ko'nglidagi shirin xiyollarini izhor qilishga intiladi.
qalammikin deb aldirapla kelib edim. Gülşah. Meni 2 kun saqladingiz Gülşah. Sizning ishqingizda sarang bo'layin deb qoldim. Gülşah. Men sizni uchratgandan buyon har kuni xiyolimdan chiqmaysiz. Men sizni rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Siz meni yaratasizmi? Jenim Gülşah. Men sizni uchratgandan buyon qalbimda boshqacha umid paydo bo'ldi. Nima uchunligini bilmayman. Siz kech-kunduz xiyolimdan chiqmaysiz. Men rostdan sizni yaxshi ko'rib qoldim. Aqllarimda qo'rqim. Aqlim bilib qolsa. Gülşah, xotirjam bo'ling. Aqllaringiz hargiz bir nima demaydi. Qo'rqmang Gülşah.
Akıllarınız herkes birinin demeydi o. Canım fida bulsun ay eşkı ay sana. Mahallimizda atidan kechgacha tomni yulab o'ltirib, quruq parang bilan kun o'tkazadigan bir necha aylan bor edi. Ular uchun ati yozda yaga urug' chechib, kuzda o'rib olishdan boshqasi ish hisoblanmaydi. Ular uchun yer yuzida eng chiroyli yermu mushu yeza. Eng go'zal osmonmu mushu mahalning osmoni edi. Ilm setim ishini oldamchilik deb qaraydi. Sirtlarga berib ish ovqat izlab chiqishni qalandachilik deb bilishadi. Maqmanga mushumi uyan bo'ldimi? Qandaq? Hey, bo'ldi. Hey, oldinglarmi ekan? Mush qizil qum tarafda borgo. Narın satadigan bir aşpaz var emiş. O at go'shtini yevrib, o'zi oxiri oshxonadan otdek chip chiqib ketdi-dek. Qandaq? Keldi. Hey, og'illar, mushu qaysi bir davlatda borgo? Bir xotin to'rtni tug'ibdi danglar. Uning uchi odamga o'xshaymish. Ay, yana birini olimlar tadqiq qilyapti. Hey, qaralar, to'xtab kelyapti. Pa. Ma to'xtaxin o'zicha kostyum kiyibdi. Kostyum kiyib, eshak harusi haydadi degan gap eg'ilga zadivol tatgandek bir ishda bu. Mush to'xtakning kiyib yurganiga qaraganda, ma kostyum deganmi? Tayliq bir nima? Menden gözünüzü kaçırman Gülce. Ben rastımı sizni yaxşı görmedim. Men sizni bezamni qochirmadim lekin Dostunuz Rashida Motash bilan xotirjam o'rlashib yuribdi. shundoq. Bu jihatimning aqlim meni baychan tutdi. Eğer yani cevap vermeseniz, bu kol yalğını Gülşen bana soğuk kıldı da patlak giyiydi mi? Yo'q, unday qilmang. Hey, qani ila. Keling. Qani, keling.
Nimandaq kechib ketdingiz? Rashidaning uyda azroq ish chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Ha, men kiram. Kirib g'ash-g'ish tamoq qilam. Odamni qo'siq ichib o'lay dedim yana. Degan bilan tez pishirdi aka. Singlimizning qo'li guljumo aka. Bahli ishcha. Rost deyapsiz. U bizning qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib kelyapti. Apamiz yeb ketganda qandoq qilamiz deb bak ansirgandim. U uzundan beri kirqatlarimizni yuvib, tamoqlarimizni etib, haqiqatan qarindoshlik mehrni yetkazib. Aka, tamoq qila. Gülşen'in hali çıkargan burada. Gülşen akivas qoptikan. Shunda qilgan bo'lsa, o'zimni qiynalmaydi. Chiroq deb baqay. Qanday aqadash? Teshtirdingmi? Yaxshimisiz Rashida? İşlerin qanday? Yaxshi. Voy, to'xta. Nima degan jiq so'zmilar bu? Kundan kunga beyib ketyapsiz-jimi? Adamni hijr qilmang Rashida. Gulshanni yaningizga akilib olib yordamchi qilyapsiz bo'lmamdi? Shunda qilmamsan to'xta. Sen hozir mahallimizda xeli ko'zga ko'rinib qoldi. Gulshanni akilib olsang, ishlaring texmi yurishib ketadi emasmi? Lekin to'xta, har ishqiladi jur'at bo'lish kerak. Bo'lmasa Jur'at? Shundoq to'xta, mana bizdek jur'at bo'lish kerak. Mana ikkimiz ertagan qechib to'y qilamiz. Nemish qechib to'y qilasizlar? Qaydusim bilan to'qsonlar bo'lmamda? Qaydusim bilan to'y qilaylik desak, to'yliqni tayyorlab qo'g'ich qerib ketadi ekanmiz. Shunga bizning bu yerda qechib to'y qilish ota-bovlarimizni tortib, qaydusumga aylangan. Chunki biz qiz taraf to'yliqni nayta eg'ir solamiz. O'g'il tarafning kuchi yetmaydi. Shunlashqa qiz bilan yigit birlikka kelib qachimiz shu. Men Gulshanni qaydusim bilan Singlim, nima qilyapsiz, ha? Yana aroq ichib ketibsiz-da? Yo'q. Mendan ranjimang, singlim. Singlim, mendan hargiz ranjib qolmang. Derdim bu adamman. Şuna arak içimen.
Biz kimning avlodlari bilamsiz? Siz hech nimani bilmaysiz. Biz degancha Sadirboyning avlodlari. Bo'mizning tog'da minglab qo'yi, shaharda bir qancha yerda qora joy bo'lgan ekan. Meni beka lalanglab yurdi debsiz? Men ashu maktab qilib olgan joyning davosini qilib yuryapman. Agar ashu joy qo'limizga qaytib keladigan bo'lsa, biz alomat berib ketamiz. Ey, Davudka! Ashu oltinlarni zoti qachon topsan, ha? Bayatı beri, men bari desem olmamda. Benim tamashamni ko'rib turibsan-da, ha? Ey, jinim aka, ashu oltinlarning dardida saram o'p qolma yana. Ey, menga ishini qila. Ko'zida yo'qla menga. Maldikilarning hammasi maktab selib olgan yerda Sadirboyning oltinlari bor deyapsa. Ey, saram, haqsini oqmoq deb o'tgan gap. Guyni. Menga amoqat. Voy-cho. Voy. Davudka. Turing o'rningizdan. Mashinani chiqib olgan bormi? Yuring. To'xtab tur. Davudka. Davudga gap qilamsan. Voy, nima bo'ldi? Astaroq gap qila, astaroq. Qip-qizili sarankan-ku u. Bakla haddidan eshib ketdi. Sen cho'ng bo'lgandan keyin uning ishga yig'iz gap qilib qo'ysang bo'lmamdi. Ey, meni gap qilma deydimsa. U gap anglamasa. Hadislar iliq yo'qoltirlarning davosini qilib yuriydi. Men uni kapasidan ketamdikin deb ansirayotiman. Shundoq bo'lsa, u yaxshi bo'ladi. Hay. Undaq deb ketma afkar. Nimali bo'lmasin, u sening o'z qarindishi. U sarangib qolsa, mahaq nima deydi? Ha? O Sadirboyning avlodlari ota bobosidan qolgan yo'q oltinni deb aqlidan ezibdi, demamdi. O'ylabroq gap qil. Va qo'lsiz yangichida, juma. Aqmoqdan chiqib ketayotgan kim u? Voy, yiliq to'xtab ko'rmamdi. Nima? Mushin keldi axon, mushin jo'la olib ketdimi? Ey, u nimasiga mushin jo'la taraqshidi u? Uni taraqshitayotgan bizning mahallining suti bo'lmamdi. To'g'ri. Ey, nima uchun o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Ha? Rost. Biz nima deb o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Shundaq. Qaysi sutni? Mahallimizning sutini-chu. O'zinglar bir ishni jo'ndab qilolmaydi ekansizlar. Haq qilsa ko'ramaydi ekansizlar. Ey, Soyim. Ko'ramaganlik emas. Biz necha vaqtdan ma to'xtadigan qalandani o'zini jo'ndib olsin deb qo'yib berdik-mi? Birdan eshak aruz qilib, sizlarni sotmamsizlar. Kim sizlarni qo'linglarni tutib oldi? Bu qiziq gap qildi ekansan. Bizning bu kichikgina mahallada necha yorulab olib sotqadak sut bormi? Ey, amisa meni zodi nima qildaysizlar? Ey, mahallining sutini o'zimiz sotamiz. To'g'ri. Mahallining sutini-chi mana biz sotamiz. To'xtak degan qalanda berib boshqa chiqsin u. To'g'ri? Soyimka, ma ikkisi rost gap qildi juma. Sen to'xtakning arusini bizga ep berasan, Ey, haqning arusida sizlarning nima qilinglar bor? Nima deb haqimiz bo'lmaydi ekan? Ota-onalarni taqsim qilganda qarab turib, yep-yangi bir o'kiz harvini to'xtatib beribdi. To'g'ri?
To'xtini g'achchida Qodirning g'arisiga tegishib oldi. Tegidan bizning mulkimiz u. Shu. Insof qilinglar. To'xti. İşib bulanmay eşib yetadigan sutinglarni shaharga kirib pul qilib berib. Yomon qilmagan-da, ha? Sayim. Harvini bizga o'zing chiroyliqcha epasang be. Bo'lmasa biz o'zimiz tortib olamiz. Atratning harvisida to'xtakning bir tiyinlik haqqi yo'q. Bu Gülşen. Elik naqshingizni yana bir qitim aytib bering. Qani ayting. Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson. Ağlısın bu akşamni cihan ağlısın. Bağlısın yüreklerini tengip yürekке. Sevgimizning rishtisini mahkam bağlısın. Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson. Ağlısın bu akşamni cihan anlısın. Bağlısın yüreklerini tengip yürekке. Sevgimizning rishtisini mahkam bağlısın. Aşklarga hayat lezzeti, muhabbetin alemide elle yayırsın. Muhabbetin alemide elle yayırsın. Muhabbetin alemide elle yayırsın. Yangrısın, yakın akşam sana yangrısın. Yangrısın, çalan sazım sana yangrısın. Yangrısın, çalan sazım sana yangrısın. Voy, Sayimka. Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Turing, uyga kiraylik. Bo'ldi, ishingni qilaver, ha? Sen ishingni qilavergin, ha? Ishim hozir tugaydi. Ma'qul. Sayimka, bu yoqlar qadimingiz yetib qopti-ku. Shundoq. Ukam. Demisam, bo'lmadi. Hal gününgning yaxshilanib qolganiga qarab, ba'zilarning ko'z qizirib yetibdi. Harvini bervesang bo'ladigan o'xshaydi. Sutni shular o'zlari setib baqsin. Qo'lingdan ish keladigan yigitkansan. O harvu bo'lmaganqa senmi oshqanmassan.
Arabani o'zingiz beryapsiz. Siz o'ttirda xijolatib qolmang edi. Mushu haqlarning ko'zi tushmaydigan jiroq joyga berib o'qit qilib qanchalik turasiz? uzoq turmayman, Gulshan. Ozroq pul topsamla, cho'qim qaytib kelaman. Siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qaytib kelaman. Men qaytib kelguncha siz meni saqlay olasizmi? Javob bering, Gulshan. Gulshan, o'tinib qolay. Menga javob bering. Javob bering. Sen shunda qilsang bo'larmiki, Davud? Ma soat 2 sutni shaharga kirib sotayli. Bo'lamda? Ay, mana va. Men endi mush so'ditim bilan osh to'xtakka o'xshash haqlarni ishg'oldiga berib, sut yig'ib yuramda. Bu menga na ot, na nomus. Men hargiz qilmayman. Qilsang o'zim qila. Qanday gap bu? Bu nimanda g'araz qilmaysa? Ma sut deganni at deganda qo'pib, shaharga kirib sotadigan gap. Sen shuncha uyquni achalamsan? Voy. Japa ishni o'zimiz qilib, ostini sana bersak, uningga o'nimisan. Bo'ldi, bu ishni qilmaylayapsan. Usta. Aka, obdan bir o'ylab baqa.
Biz endi aç to'xtak degan yalon to'shini do'rab, sitib yuramdi. Biz kim bilamsan? Yaqindala hiliq Sadir bovam ko'mib qo'ygan oltinlar chiqib qolsa, pul degan o'zligidan keladi. Biz undaq past ishlarni qilmayli aka. Mahallimizda to'xtadan boshqa hech kim bundaq ishni qilmagan tursa, endi biz Sadir boyning avlodlari qilamdi. Nima qilishsan qilisha? Ma eshak arvisini to'xtakdan tortib oldik. Endi men xalqning oldida satamasmi? Voy, pressiga setvasak bo'lmadimi? Shu chaqda ma o go'shtni mo yemaymiz, tishni mo ko'chalamaymiz. Ha, deganlaring to'g'ri ukam. Canım ufkularim. Biz mushundaq lalanshib yuramizmi? Hech to'xtakchilik bo'lanmaymizmi? Voy, aka, o to'xta soltakning gapini qamag'ina. O'zimizni oshi yalon to'shga selishtirib o'ltiramizmi? Odamni undaq namusini keltirmagina aka. Bo'ptamsa. Mao eshik arvisini chiqib, birsik setib o'tayli. Balli, mana mao gapim bo'ldi aka. Oltinlarni cho'qim tepishim kerak. Aka. Mana. To'xti bo'y yezidan ketib qoldi. Do'stim Gulshan ilgirkidan texmo jimg'urlashib ketdi. U menga o'xshamaydi. Ko'ngli bek nozik bo'lg'ashqa, To'xtining ketishi uni qattiq azobga qo'ygan edi. U pat-pat buloq bo'yiga yana To'xti bilan mungdashgan yalaga berib o'ltirdi. Shunga men tosh bilan qechish vaqtimni azroq keyniga surish niyatiga keldim. Chunki men Gulshanni tashlab ketsam, Gulshan tikandek yolg'iz qoladi. Gülşen, ha? Kimni o'ylab o'tirib ketdim? Deb baqqina. Men sana birsini to'g'rab beraymi? Qarab tur, ha? Bir suyvalay. Qanday To'xtiga o'xshadimi? Qarab, ani ko'lavatmamdi. Davud. Hey Davud. Nima qilganing bu? Bunda qilsang maktabning temi o'rilib tushmamdi. O'rilsa o'rilmamdi. Karim nima?
Hey, bundaq bəğərəzlik qılma. Bundaq qısa, özəңnin putuq özən faltı çapsan. Aqıbıtın mı yaxşı olmaydı? Nima? Aqıbıtın yaxşı olmaydı? Ata boğamdan qalğan altın gümüşlərini muş məktəb ilanı qılıb yetəm deməmsə? Hey! Bu yox gəp, Davud. Mən sana nə çıxıtım dedim. Bu yerdə rastıl altın bolsa, bıçaq çıxaq ip olmamdı. Sen müze. Şuncha yillardan beri da'vo qilib kelyapman. Hech kim da'voyimni anglamadi. Shunda qo'g'andiki qo'limay qanday qilaman amsa? Aradan 1,5 yil o'tib ketdi. To'xti yanala qaytib kelmadi. Bizning to'y ishimizni keyniga surishga bo'lmaydi. Chunki yoz faslining yetib kelishi bilan dehqonchilik ishlaridagi oldirashchilik bizning ahvollarimizga ta'sir etdi. Xo'sh, dostum. Xo'sh, dostum. Bo'ldi, ko'nglingizni buzma. Biz yana qaytib kelamiz bu. Xo'sh, amsa, o'zingizni asrab. Xo'sh. Ağinlar. Qana teşkil. Şumasan bulatdi. Ha, teşkil. Hey, ne yapsınlar? Aka, bana mı? Tataya kulağına adaş. Bana mı yapsınlar? Bu. Bana mı yapsınlar? Şumasan bulatdi. Ha. Ha, endi bo'ldi. Mana, nima yapsınlar? Bu. Oy, teşkil. Qana avalangiz. Teşkilma. Teştiribsiz. Teşkil. Teşkil. Qanday avalangiz avtga? Yaxshi turib Savat, o'zini ahvolchi, tekshirma. Ma'qul amsa, men mang'ashtiray. Xo'sh, shunda qilib dengiz bo'yig'icha badem degan. Ha, qani. Choy ich. Mana o'zingmi jigarlik yigitkansan. Al ko'ribsan, shurt orlabsan. Ham ziyorat, ham tijorat degan shu. Mana meni desang vaqo, mush yashimga kelgicha tog'ning u chetiga o'tib boqmabdi ekanman. Shuncha chixyalagi badam sanki. Nemisini deysiz? Mushu mahalli ko'nib qopti ekanman. Ha? Da'va. Nima demoqchi edi? Qo'stig'ingda borning hammani da'va. Mening yordamim lozim bo'lsa, mana men turibdiman. Endi mening demoqchi bo'lganim, menga mahalla tarafidan biror joylik yoki isib bersanglar, pulini to'lasam, to'ttamni so'qib, mavi o'zimning uyi ekan deb put qo'limni so'zib o'ltasam deyman-ku endi. Bu yaxshi gapkan to'xti. Biroq yezimizning yerini setib berishga bo'lmaydi. Hey? Mahallaning yuqorisidagi dongni bilasan-ku? Ha, bilma. Balli. Mana mushiya to'xti. Yarasang mushiyadan bir o'ylik ya berayli. Bu yerga suv chiqmaydi. Terig'ilmi bo'lmaydi.
Sen uy salsang, hech kimning fikrimi chiqmaydi. Gülşen. Gülşen. Sizni pek sevindim Gülşen. Ben sizni unutamadım Gülşen. Bizden de herkes ayrılmayız. Hey, aş to'xtuchi, shunda nomurat kelib edi. Tirishib surib, oxir beyib ketdi-ya. Bir kuni o'g'irlik chiqarsam, saroydan, saroy. O uyda kimlar o'tiradi? Kim o'ltiradi? Qaysi o'ltiradi? Gulshan o'ltirdi-da. Hey, mush to'xtini uyi necha tangaga bitganda? Anlasam 80 ming so'm xarjlabdi-da. To'xtak shunchalar pulni nereden topgandi? Shundaymi? Hech yetibmi shunchalar boyib ketgan bormi? Ha? O'g'irlik qildim-ya. Malvaralarımız eğildi, tapqan taginimiz sandıqda teş turduğu. Amiz keyingi sütçiler nima qilib ketamaydi? Aras. To'xti, Ürümchidamdo, Shanxaydamdo chiqilib bamiga yeri qamabdi-dak. Top sodidilar, nurg'un paydaganning gapi bor. Yana tehi sayyot gap setib, ko'p pul tepibdimish. Ish qilib qimiga ish qolmabdi. Biz ash to'xtakchilik bo'lamidik-da. O malik yen kelganda yonchug'idan 4 tanga chiqmaydigan nemetdi. Qaranglar, bugungi kun kelganda o'ylarni selib, hammamizning ko'zidan o't chiqarib etdi. Birodarlar, anglasam, o tehi Gulshan bilan to'y qilamish. Amanga voy. Avut, Davut, Saud degan nochilar biz degan Sadirbayning avlodi deb hech kimni ko'z qilmay yuribsa, endi kelib ash to'xtakki singlisini beramda, Gulshan bilan to'y qilaman deyish to'xtining uxlab tushayu. Avut do'qmishda quruq parang selish bilan bo'laverdi. Davud yo'q oltinning da'dida haraqqa berilib ketdi. Savut hamdam xiyol kapda avazib qoldi. Kunlarning o'tishi bilan ularning kuni xaroblashib, ota bovisidan qolgan joyini setib, kichikkina ko'ni qo'raga ko'chib kelishga majbur bo'ldi. Qerishqandek to'xtaning uyi do'ng ustida qad ko'tarib turg'ashqa, ular uydan chiqib beshini ko'tarsalar, bu isil imorat xuddi peshonasiga isib qo'ygandek aniq ko'rinadi. Aka, qarab turib Gulshanni ash to'xtakka berimizmi? To'xta degan yalan to'shna. Qilch tap tatmasdan Gulshanga eg'iz ashqinaga faqat aqlim yetmaydi deymina. O'z vaqtida ona shu qo'ng'it tapgan beti Məldən qoğulab çıxıydıqalı nima ekan to'q u? Rastlaysan aka. U yalan to'sh nimasiga yo'g'onchilik qiladi deymina? Shuni deyma. Biz kim? U kim? Ha? Biz Sadirbayning avlodlari tursaq. Hey, aka. Mushu to'xtini, mushuni bilan 3-qitim elchi kirgizishni degina. Shamol chiqmasa, daraxt yanchimaydi degan gap bor. Songlimizni uni ko'ngli bormi? Ha? Hey! Güşüp otursan-ku. To'xtak degan yalan to'shni bor-ku. Bu məldən qo'lab chiqirib yetayli. Anda Gulshanni o'yga mahkam silayli. Bu degining to'g'ri bo'ldi aka. Shunday qilayli. Bo'lmasa yuzimiz to'kildigan ish olib yuribsan yana. Shunday qilayli aka. Aka,
Eng yaxshisi Gulshanni Nurdunbekning o'g'liga yatliq qilib deylik. Nurdunbekmi ilgari boy o'tgan odamlar ekandiq. Bizga foydasi tegib qolsa ajab emas. Bu gapingmi to'g'ri bo'ldi. Nurdunbek meni beshimni jiq og'ritib ketgan. Gulshanni bersak, to'xtadak so'ltakka emas, Nurdunbekning o'g'liga beramiz. To'g'ri. Shunday qilaylik aka. Bo'lmasa xalqlar singlisini odam tepilmagandek yaqin yurtliqqa berdi deb bizni nomusga o'ldirmiz yana. Shundigina. Onunga o'zimizni bir kesib qo'ymaymizmi? Shunday qilaylik aka. Vallahi Gulshanni sulab qo'ylar. Gülşen! 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 Aka! Aka! Gülşen yokturdu. Ha? Yok. Nima? Yo'qmi? Yokturdu. Atraf qarab baqdingmi? Qardi. Hey, sen Rashidanikiga, sen To'xtinikiga bor. Chiqim shani. Gülşen? Ne oldu Gülşen? Akıllarımdan paylı yamandaki durdu. Onlar sizni öldürüp yetişi mümkün. Hiç bulmaganda bir iş kaybolsun yiraklarına gittim. Ben hiç şek etmeyim Gülşen. Biz ninde vərdləşkəndik. Gedide qayış olsun belli gideyim. Olmasa olar. Sizni başka birisiga zorlab berib etdi Gülşen. Gülşen. Bizge bunun da başka yol yok. Eğer bir günümde unutsanız. Bak muhabbetimiz veyran bolup. Siz mi? Ben mi ömürlük pişaymanda kalımız? Bilemsiz. Gülşen. Ben sizni yaxşı görmem. Siz bana ümit, muhabbet berişliğe, takdirimni özgertken, endilikte benim bu hem arzularım köpükü aylandığım olsa, benim bundaq yaşığınımdır. Ölgünüm yaxşı. Aka, tapaldingmi? Yo'q. Xat to'xtak. Tutib oladigan bo'lsam, bo'yningni uzib etmisam, xat. Aka, bu aqlsiz sinimizni ko'mamsan. Shu to'xtak bilan birga ketmasa, nima ketadi u? To'xtanikiga bordingmi? Bordiq.
Dur! Kul bilen çık! Beni koyun. Canım aka beni koyun. Ne beni koyun tutu? Babacığım değil mi? Bana? Beni koyun. Bana değil mi? Beni koyun Allah. Koyun tutu! Koyun. Kiremam! Kire! Kire! Onda kamallar şimdi içirdinler. Kulum döker! Şimdi içirdinler. Kire bana! Şimdi içirdinler. Kaltaktakiler! Mana. Ne işe? Aka. Aka. Katıldım Eyman. Aka. Şimdi içirdinler. Şimdi içirdinler. Bununla. Tohtek! Hey Tohtek! Ha Tohtek! Çıkar bu yaka! Tohtek! Tohtek! Bununla. Yıkınıp kalıyor aka. Boldi. Ölü bemsi yanım oldu. Raylada. Oy, Gülşen mi sen?
Rayla hada. Nima ish bo'ldi? Dongda bir narsa ko'yvatamda nima? Sana etishqa tilim köyüdü Gülşen. Endi özüңni körüp turupsan. Toxtunan yangısağa üyü köyü atıdı. Nima? Nima dedingiz? Akılarım toxtunu qattiq urib etken oxşaydı. Erxaq degen bəzi sorang buludu. Akılarım öyge ot koyup etkende toxtunu öydeken deyişi atıdı. Toxtu aman qaslı bulattı o. Oğlum toxtunun üyü köp heçnimiz qalmadı deydi. Yeliqi üçünü saqçılar izlep sürgidek. Uruşnuğu uruptu. Öyge ot koyup etkeni nemisi? Şu emasmi? Oy mazlumlar. Uxmağan diken, ağzınlağı kelgeni jo'ylayvermanglar. Öyne toxtu özü köydürüp etdi. Öz mayınıma öz köydürem Söylegen barmı? Tönögün keşte toxtu kepti. Baş gözleri yerik. Yeynim deydi qandı. Öyni köydürüp ötüp gitmän dep. Qadir ekan bormi? Ba, ey kiring. Uy, ne bo'ldi? Ha? O'ta. Ne bo'ldi? Neymiş yüzüde balam? Lüngü birin kızım. Et kana. Neymiş oldu? Oldu yıkılma. Yıkılma balam. Oldu. Qadirka, muşu mahallini əgib gidemedim. Tırıştım, tırmaştım, yeni pul taptım. Şunca çıraylık öğünü saldım. Yine yolunu kılıp kızga elçi kırgızdım. Zaten neymi günahın balığını bilemedim Kadirka. Bana, sizden mi haberiniz var? Beni vurup kımıgan hakaretleri kalmadı. Qadirka, ben muşu mahallede kessem ne boludu o? Ben gitmem. Ondan kıma toxtu balam. Üyümge ot koyup ben de gitmem. Peynirde yangın, ondan kıma. Üyümge ot koyup ben. Şunçılık qımmaq oңай modana.
Davut. Hey Davut. Hey. Opa, ishni echibet. Qaysi ishni? Ambardan ishkinchi. Nimaga ochima uni? Gulshan chiqib chaqmaydan so'ng. Voy, bo'ldilar, hali chiqay. Qo'pa. Voy, bir tutmush olaman. Mana. Kichimni buyurib. Voy, aka! 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 Ne bo'ldi? Gulshan yo'qtirdi. Ha? Qoshqa o'xshaydi. Savat, qo'pa. Singlim yo'qtirdi deyman, qo'pa. Nima? Bila. Kaçıptı. Nereden kaçırdı? Kömürden mi? Pencereden kaçıptı. Neyme katma bu? Uqbaqa? Voy, masa o'qig'ini. Men ketdim. Sizlar meni kechirmaysizlar. Menmu sizlarning to'xtini uyi bilan qo'shib ko'ydirayotganinglarni kechirmayman. Men ketdim. Xayr xo'sh. Bu nima deydiganda ma akila? Shunimi tushunmadingmi? Bu Gulshanning uyida olaman degan gapidu. Ha? İzdeshmam samsa. Nani verib izlaymiz? Voy. Gulshan qo'po. Bununla. Ayaklara bak hele. Bununla. Gülşen! 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 Seni bir kapı sonra bakayım.
Selimka. Matrapta. Bizden sana Gülşen'i gördün mü? Ha? Zadı köydün mü kömüdün mü? Selimka. Gülşen'ni zadı köydün mü kömüdün? Bizi ciddileştirmek yapıksançı. Köydüm. Gülşen! Gülşen! Reşide, Gülşen'ni köygünüz kelip, gözünüz töt olup ketdi deyman, ha? Şundaq, Gülşenni bək sığındım. Mahalda ötküzüdüğün toy çayımızda Gülşenni özümge qoldaş qılıman. Siz toxtunu qoldaş qılın. Bolamdı, ha? Tinchlikmi? Tinchlik. Mahallada nima ishlar bo'ldi? Gülşen. Nima bo'ldingiz? Gülşen o tugab ketdi. Qabristonlikda bir kishining qarisi ko'rindi. Mahalladagilar yiroqdan bu kishining chiroyini aniq ko'rmagan bo'lsa-mu, ko'nglida uning kimligini bildi. Shu topda to'xti yuz bergan bu ishlarning hammasining tushga aylanib qilishini, heliqi Mahoda Ma'ruf bovayning naqshisini anglab yetib uxlab qoladigan kunlarining qaytib kelishini, hamma ishni boshqadan boshlashni xohlaydi. Lekin bu tush emas edi. Men bu ishlarning tushga aylanib qilishini naqadar umid qilatdim. Agar men to'xti bilan Gulshanni tepishtirmagan bo'lsam, bu ichinishli fojiami yuz bermagan bo'ladi.
To'xta, bolam. Sen ketmegin. Sen bu yerda chiqishlarni qilgan. Sening nurg'un orzularing bor. Shularni biz birga amalga oshiraylik. Sayıkta. Men endi bu yerda hech narsam qolmadi. Başka yurtlarda tirikchilikka. Ak yo'l bossa. Hasan Bulat Defka. Hasan yaxshi bo'ladi. Çıkama. Gelişip bana sarap. Bana! Çıkama! Juda